G'iybat qanchalik energiyani pasaytiradi? G'iybat boshqalarni orqasidan gapirish. Faqat axloqiy masala emas, u insonning psixologik va emotsional energiyasiga ham kuchli ta'sir qiladi. G'iybat energiyani qanday pasaytiradi? Ichki salbiy holatni kuchaytiradi. G'iybat qilayotgan paytda siz boshqani baholaysiz, tanqid qilasiz, ichingizda norozilikni ushlab turasiz. Bu esa organizmda stressni oshiradi. Bu jarayon bilan bog'liq kortizol. Natijada charchoq, bezovtalik, ichki og'irlik hissi. Ongni past chastotaga tushiradi. Psixologik ma'noda g'iybat paytida e'tibor boshqalarning kamchiligiga qaratiladi. Negativ fikrlar ko'payadi, miya esa nimaga fokus qilsa, shuni ko'paytiradi. Siz ko'proq salbiylikni ko'ra boshlaysiz, hayotdan qoniqish kamayadi. Ichki konflikt paydo qiladi. Ko'pchilik ichida bu noto'g'ri degan hissiyot bor. Lekin baribir qiladi. Bu ichki ziddiyat energiyani yutadi. Ishonch muhitini buzadi. Agar siz boshqalar haqida gapirsangiz, odamlar sizga ham ishonmay qo'yadi. Bu esa ijtimoiy aloqalarni zaiflashtiradi, yolg'izlik hissini oshiradi. Diqqatni o'z hayotingizdan chalg'itadi. G'iybat qilayotgan odam o'z ustida ishlamaydi, energiyasini boshqalarga sarflaydi. Natijada o'sish sekinlashadi. Qanchalik pasaytiradi? Bu son bilan o'lchanmaydi, lekin ta'siri kuchli. Qisqa muddatda kayfiyat tushadi, uzoq muddatda fikrlash negativlashadi. Doimiy bo'lsa, hayotdan qoniqish kamayadi. Qiziq haqiqat. Miya uchun siz boshqani tanqid qilyapsizmi yoki o'zingizni, katta farqi yo'q. Baribir stress reaksiyasi ishga tushadi. Nima qilish kerak? G'iybatni kamaytirish uchun gapni boshqa mavzuga burish, foydali suhbatlarga o'tish, o'zingizga savol berish. Bu gap menga nima beradi? Xulosa: g'iybat energiyani pasaytiradi, stressni oshiradi, ichki tinchlikni buzadi, o'sishni sekinlashtiradi. Eng katta zarari sizning e'tiboringizni noto'g'ri joyga sarflaydi.